Assalomu alaykum, kanalimiz aziz kuzatuvchilari. Bu ko'rib turgan binongiz Paxtachi tumani ixtisoslashtirilgan maktab-internati. Keling maktab bilan yaqindan tanishamiz. Yildan boshlab maktabimiz rasman ixtisoslashtirilgan maktab sifatida faoliyat yuritib boshladi. Shu qisqa vaqt davomida bu yil nafaqat ta'lim maskani, balki o'z ustida ishlaydigan, maqsadlari sari olg'a intilayotgan o'quvchilar markaziga aylandi. Bitiruvchilarimizning nufuzli universitetlarga kirishi va ko'plab fan olimpiadalarida yuqori o'rinlarni egallashi bilan maktab ta'limini oqlab kelmoqda. Maktabimiz o'quvchilarni nafaqat darslarda, balki fan olimpiadalari va tanlovlarda ham o'z nufuzini qo'ymoqda. Jumladan, STEM fan olimpiadasi bo'yicha o'quvchilarimiz yuqori natijaga erishishi ustozlarimizning qattiq mehnati va o'quvchilarimizning bilimiga chanqoqligining samarasidir. Video davomida maktabimiz hayoti va imkoniyatlari sizda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, maktabimiz haqida to'liq ma'lumotlarni Telegram kanallarimiz orqali olishingiz mumkin.